O'z 900 dollar bilan bersa, bitta halol insonga 3 oydagi u pulni qancha qilib beradi opshi? 2700. Yo'q, 2600 qilib beradi. 2700. Men kiyimingiz patsvet akaman, jimperga chapkani moslabsiz. Siz yaxshi insonsiz. Bo'pti 2650 qilib beradi. Xursandmisiz? 3 oyga variantga. Oldindan 900 ni berasizlar, opshi 2650 bo'libdi. O'libdimi operator? Uxlab qolmang. Gap yo'qman. Baraka qilib qo'ydim men. Oxirgi narxini mashina ko'rsatib o'taman. Mashina ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, mashinamiz 2000-yil emas. Fonni kraska bo'lgan emas. Mashina 2006, kraska bo'lgan joylari qaytdi. 30% bor. 30% olaversa, lekin oldi toza. Toza. Oldi toza ekan. 4 ta bo'lon qo'yilganiga, 20 kun bo'lganiga, 3 hafta bo'lganiga 4 hafta bo'ldi. Men ichini ham bitta ko'ramiz. İçini ham ajoyib. Signal ishlar-ku buni, zo'r signallar ishlar-ku, muammo yo'q. Chexollari, boshqalari zo'r. Simichka tikin. Zadnimiz motor korobkachi. Jim. Hali g'urr degan dov chiqmadi, bo'ldi. Mana orqalarni bitta ko'ramiz. Bitta ayb desani shunisi pastga tushib qolar ekan. Boshqa ayb yo'q. Zo'r. Naqdga beramiz 2100 ga. 2200 ga naqdga beramiz. Shatrga beraman desa 2200 ga. beramiz. Kelganda yo'q bera olmasdim. Men kayflida gapirib qo'yma bo'lmaydi. Telefon raqam 90'lik. 93lik. 734 734 00 00 30 ga aloqa chiqamiz.